أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allahqa, onun peygamberleriga iman keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar jazonining barliq turlaridan hazar aylanglar. Qarz berganda asli pulinglarning ustidan ozroq bo'lsa-mu foyda olmanglar. Bundaq qilish shaksiz haromdir. Har qatim qarzni to'lashning vaqti kelganda, sizlar qarzning ustiga hassilab qo'shib oladigan o'simga nima deysizlar? Bu albatta qatma-qat harom yeganlik emasmi? Dünya ve ahirette nicatlıqqa erişişinler üçün Allah'tan qorqunlar.